Assalomu alaykum hurmatli o't kuzatuvchilarimiz, tinchmisizlar, omonmisizlar akalar. Biz bugun Andijon viloyati Jalaquduq tuman qayerda? O'rg'im fe'lamiz. Dimitrov mahallasi. Xudo xolasa baquvvat bo'lgan fasollarimizdan bittasini o'z nihoyasiga yetkazdik. Nejaveka barellar akalar zanglamasligi va o'zini bleski chiroyi bilan, ko'rkam turishi bilan temir barellardan ajralib turadi akalar. Xizmatlarimizni vodiy bo'ylab tashkil qilganmiz. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Xonadonliklarga olib borib o'rnatib beramiz, muammosiz. Materiallar garantiyalangan, best firmali mahsulotlari. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin akalar. Vodiydan bo'lsangiz bemalol telefon qila oling. 5 metr, 10 metr mobaynida o'rnatib beramiz, masala yo'q. Xolasa. Bu fasolimiz 1 metr 350 ming so'mdan tayyor bo'ladi akalar. Ma'lumot o'rnida eslatib o'taman. Material usta haqida stavka hamma yo'q ichida. Mahsulotlar best firmaniki, o'zini pechatlariga ega. Mana logotipi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xizmatdamiz akalar.